ham palto olmagan bo'lsangiz, men sizga juda ham chiroyli narxda 3 xil uzunlikdagi paltolarimizni obzor qilib bermoqchiman. Qizlarjonlar, Xitoyda ishlab chiqarilgan eng yaxshi sifatli, ya'ni premium kачество deb bemalol ayta olaman, sizni uyaltirib qo'ymaydigan shunaqa issiqqina modeldagi paltolarimizni olib kelib qo'yganmiz. Har bitta modelimizni ranglari bilan olib kelib qo'yganmiz. Narxlari juda ham chiroyli qilib chiqarilgan. Bilasizlar, bu quyoshga ishonmanglar, qishi bir kuni ham qish, ertaga sovuq bo'lib qolsa nima kiysammikin deb izlab yurasiz. O'shaning uchun hozir mana bor edi, skidka bo'lgan, olinglar. Men o'zim kiygan variantim, qaranglar. Uzungina, to'la to'kis uzunlikda, maza qilib oldinglar bilan oyog'inglar bilan issiqqina tutadi. Va kiyvasiylar ham jo'tga turadi, sizlar. Qaranglar. Oldilarida shunaqa tugmachalari bor, belbollari bor. Maza qilib kiyasiz. Ushbu uzunlikdagi paltolarimizni 450 ming so'mdan olsanglar bo'ladi. Ikkiga. Siz shunaqa pidjakka o'xshab turadigan variantlardan bor. O'zbekistonda ishlab chiqarish bilan adashtirmaydi. Bu Xitoy fabrichnik katushka bo'lmaydi. Xohlasangiz tugmachalarini bu yoniga, xohlasangiz mana bu yoniga o'tkazib qo'yaverasiz. Cho'ntaklarini asalligini qaranglar. Shunaqa neobычный qilib ishlangan qizlar. Ranglari joylashgan, mana bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Eng chiroyli ranglarda. Xohlasangiz bunaqa kaltaroq turadigan variantlardan olganmiz. Razmerlari bor, bemalol boshlanish narxi 299 ming so'mdan boshlanadi. 299 ming so'mdan boshlanib 450 minggacha bo'lgan narxda olsangiz bo'ladi. Barchalarni dunyo shopda kutib qolamiz. Bunaqa chiroyli skidkalar, bunaqa chiroyli tovarlar hammasi sizni dunyo shopda kutmoqda.